Akalar bizda vodiyda qor yog'yapti mana. Qorda aksiya boshlandi. Vodiy pechka aksiyani zo'rini qildi. Ancha skidga qo'yardi akalar, ishoning. Uncha-munchasi bunaqa narxda aniq sota olmaydi. Assalomu alaykum hurmatli Bozor olami kanalining muxlislari, aka-ukalar, opa-singillar, YouTube ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. O'sha Vodiy pechka brendi ostida ekonomik pechkalar chiqarayotgan Abduqodir ukam sexlariga kelganmiz. Marg'ilon Akvapark yonida, ekrandagi nomerlarga aloqa etsangiz, sizga lokatsiya berishadi yoki to'liq manzilda og'zaki tushuntirib olishlari mumkin. Xudo xolasa kelib, chetdan olib ketsangiz ham bo'ladi yoki zakaz bersangiz uyingizga emas, shahar tuman markazigacha yetkazib beriladi, dastavkasini kelishilgan holda. Xudo xolasa vodiyga 2 kun 3 kun ichida yetkazib beriladi. Voha taraflarga 3 kundan 5 kungacha bo'lgan muddatda tuman trassa bo'ylab o'sha katta shahar markazlariga yetkazib beriladi. Qo'lingizga olgandan keyin to'lov qilasiz. Oldindan 1 so'm pul berilmaydi. 1 so'm pul so'rasa zakaz bermaydi, firibgar bo'ladi akalar. Umuman unaqa pul oladiganlardan olmang. To'g'ri aytdimmi? Assalomu alaykum. To'ppa to'g'ri, Hayotbek aka. Pulni oldindan olmaysizlar-da, to'g'ri? Oldindan to'lovimiz yo'q. Oldindan to'lov yo'q. 1 so'm ham yo'q. Aksiyani qarang mana. 30-dekabrgacha o'sha har yilgi yilda oxiridagi yangi yil oldi aksiyamiz. Bu an'ana o'zi. Shuni yana davom ettiryapmiz. Haligi firibgar deganda yana boshqa sotadiganlar nima qilmanglar. Endi vodiy pechkada pul olinsa, ishonmanglar-da, pul olinmaydi vodiy pechkada. Pul olinmaydi. To'g'rimi? Endi vodiy pechkada pul olinmaydi. Oldindan umuman 1 so'm ham olinmaydi. Qanaqa aksiya boshladingiz endi? Aka 30-dekabrgacha yangi aksiyamiz o'zi an'ana. Buni davom ettirishni boshladik. Aka mana 25 ga 25 o'rtasi uchli, yoni o'sha xavfsizlik uchun qo'yilgan ashibkali pechkamiz. 1 millionida. 1 million so'm sotganmiz. 890 ming so'm 30-dekabrgacha. Mana 110 ming bo'lyapti. 110 ming so'm skidkasi bilan. Yo'l kirasidan ham ortib qolgan endi. Yo'l kirasi ichida bo'lib qoladi aka. 20ligi og'zi 15 ga 15 950 ming so'm sotganmiz. O'sha yoni ashibkali. 1200 gradus termostoyni kraskaliga 950 ming sotgan pechkamiz 840 ming so'mdan 30-dekabrgacha aksiya. 840 ming so'm. 840 ming so'm. 30-dekabrgacha bu nima qiladi? Amal qiladi. 30-dekabr kech soat 12:00 gacha shu aksiyamiz e'lon qilingan. Shu muddatgacha amal qiladi aka. Gap yo'q. Qishda narxni yaxshi oshiramiz. Qor yog'di deb. Biz qor yog'di aksiya e'lon qildik aka. Yana 2 xil pechkamiz bor aka. Bu yangi pechkamiz, yangilik pechkamiz. O'rtasi 20 ga 20, qalinligi 3, tepasi 2. Materiali bir xil hammasi. Hamma mo'llar bilan bir xil. Bir xil. O'rtasi 3, tepasi 2. Faqat farqi yonida ashibkasi yo'q. Ha, mana shu yonida ashibkasi yo'q. Zaslonkasi yonga tortiladigan qilingan. Ha, yonga ochiladi. Mana yondan ochib yopiladi aka. Ichidagi kulloni sal yuqori olishda yasalgan. Kraska qilinmagani 590 ming so'm. Kraskasiz-a? Kraska qilinmagani 590 ming so'm. Arzon. Kraska qilingani 650 ming so'm aka. 650 mingga ana kraskali tayyor 20 ga 20 o'rtasi 3 tepasi 2 li pechkamiz. Gap yo'q, hammadan narx oshsa keladi. Oldin bunaqa xomoshasini o'zini 650 ming chiqaradilar. Ha, 500 ming atrofida shunaqa chiqyapti unda aka. O'zdan yig'ib olasizlar. Ha, yig'ilmagan holatdagi shunaqa chiqyapti. 650 ming so'mga kraskali. Gap yo'q. Tayyor. Shu mumkin emas. Buni kattarog'i 25 ga 25 o'txonasi, og'zi 20 ga 15. O'sha universal pechkamiz. 40 kvadrat uylarga. 40 kvadrat kichikroq ikkita xonalarni ham ko'taradi. O'tin ko'mir, tezak tappi, daraxt tomiri, g'o'la nima bo'lsa ketaveradi. Bali 12 soat yonadi, vahima bo'lib ketyapti. Yonmaydi 12 soat. Endi uyda utibilitiga qarab, kichikroq uy, bo'yi pastroq, aka, loylari yaxshi bosilgan, devorlari qalin, tayif adval bo'lmagan, pollarini oralari yopiq, xonani utibiliti zo'r qilingan bo'lsa, 10-12 soatgacha ham boradi. Ha. Endi agar aka pollari ochiq, loylari yupqa bosilgan holatdagi bo'lsa, uni iloji yo'q. Shuning uchun akalar unaqa 12 soat yonadi, unaqa yolg'on. Uyda utibilitiga kimdir arichga yoqsa ham tez yonib ketib qoladi-da. Kim zaslongasini ham bog'liq-da aka. Ko'mir kaloriyasiga ham bog'liq. Endi biz reklama qilib chiqarib beryapmiz, yolg'on bo'lib qolmasin deb. To'g'ri tushuntirib qo'yish kerak. To'ppa to'g'ri. Kimnidir podvali ochiq ekan, ichi bo'sh, eshigi bitta olsa yoki pastdan havo skvoznak aylanib turar ekan. Bilimsizdan devor cheklaridan skvoznak chiqib turadi-da. Oldi teraskali uylar bor, oldi koridorli uylar bor, oldi teraskasiz, koridorsiz. Uylarda aka ko'cha tomonda uglavoy, o'rtada bu tomondagi uylarda ham farq bo'ladi. Uglavoy uylarda isish qiyin bo'ladi. O'rtada qolgan uylarda ikkita yonida devori qalinroq bo'ladi. Ikkita yon tomondan sovuqlik bermaydi. Oldi orqadan bo'ladi, xolos sovuqlik. U uylarda ham isitishida utibilitida farq bo'ladi. Keyin devorlar, masalan, derazalarda ham bir xil joylarda 2 qavat derazali bor, masalan, akfalar. Ularda ham yaxshisi edi ekan. Ularda ham yaxshisi. Bir qavatli ham yaxshisi edi ekan. Bir qavatli orasida zazor bo'ladi-da aka. Siz aytganingizdek utibilitga ham juda katta bog'liq ekan. Katta bog'liqda, rasod utibilitga bog'liq bo'ladi aka. Yoqora isimaydi-da. Bir xilgi uylar bor, panosini ochsangiz orasiga barmoq sig'adi, poli ochiq. Shunaqa.
O'tgandek qo'lingizni qo'ysangiz bilasiz, taydan chiqayotgan sovuqlikni. Shunaqa uylar ham bor-da Shuning aka. uchun akalar to'g'ri tushuninglar, haligi buni reklama qilinyapti hamma joyda. Shuncha yonadi, buncha yonadi deb haligi yolg'on bo'lib qolmash kerakda. Shuning uchun qora ko'mirni hozir men o'zimni uyimda yoqqanman. Shunga kattaga solasiz, 7 kilogramm oladi, yotishdan oldin. Ba'zi uxlaysiz, 10 da, 9 ham yotadi. Bitta to'ldirasiz, 7 kilogramm oladi. Buni agar ochib qo'ysangiz, mana bunaqa tezroq yonadi. Polni yopib turib qo'yib qo'ysangiz, bomdodgacha yonar ekanda. Shu aka. Cho'q turadi ichida. Shunday solasiz, yana yonaveradi. To'g'rimi? Xuddi shunday aka. Shunaqa bo'lish kerak akalar. Haligi endi hamma buni yosh kattalar ham ko'rishi mumkin. Yoshlar noto'g'ri tushunib qolmasin deb endi ilojini boricha tushuntirishga harakat qilyapmiz. Ukalarimiz ham kelgan har bitta klientga tushuntiradi shunaqa qilib. Endi videoda yana bir aytib ketyapmiz. Bu gaplarimizni oldin yana kimlar eshitgan bo'lsa, ularga yangilik bo'lmasligi mumkin, lekin eshitmaganlarga yangiliklar bu. Yana bitta ma'lumot berib o'tamiz aka. Kraskali krechkalarimizni olgan xaridorlarimiz aka, uyga olib kirib qo'yishdan oldin tashqarida bitta 5 minut, uzog'i 10 minutga bitta alanga berib ichida yoqib olishadi. Kraskamiz ozgina rastlaretil bilan suyultiriladi. Shuning hisobiga tashqarida bitta alanga berilganda, biz o'zimizda 5-7 minutda tugaydi. Bitta tutab oladi. Mana kraskalangani, kim mana o't alanga yongan ko'ryapsiz, sal ochroq bo'lib qolgan, shu o'zi tutuni chiqib ketgan. To'qrog'ida tutun chiqadi bunda. Bitta qurib oladi, tashqarida yoqib olishadi. Bo'ldi. O'zi tutuni to'xtagandan keyin ichkariga olib kirib bemalol foydalanaveradi. Undan keyin tutamaydi. Bir marta boshida tutib oladi. Mashaalloh. Ammo shamolda ham tutun qaytarmagan zo'r ekanda buni. Shamol, yomg'irlarda vobshe zo'r ekan. Mana qor yog'yapti. Qarang, tutuni yo'q aka, buni qarang-da, mana bitta savol. Mana yonyapti aka. Tutun qayerga ketyapti hozir mana shuni? Shunga men anchadan beri nima qilaman, bu Abduqodir ham javob berishmayapti-da. Bilmayman aka. Biz ham bilmayapmiz. Tutun ham yonib ketyapti. O'tinga ham bog'liqda bu aka. Ekologiyaga ham zo'rda, qarang. Haqiqatan tortish zo'rligini hisobiga bo'lyaptimi? Yo, bilmayman, nimaga unaqa bo'lyapti. Ichida yonayotgan o'tiniga ham buni oching, mana bu akalar mana qaynab turibdi. Bu haligi shunchaki suvda qaynatib qo'yib qo'yganim yo'q, pastani qaynab turibdi buni, issiq. Qo'liga ehtiyot bo'ling. Tuxum qaynayapti, alanga yonyapti. Tutun qayerga ketyapti? Gap bo'lishi mumkin emas. Ekonomik beja kimligida tutashi mumkin bilmayman, endi bu tutamayapti-da. Qanchadan beri syomka qilamiz, lekin tutun chiqmayapti-a? Chiqadi, yo'da chiqadi, yo'da chiqmaydi. Ichida o'tiniga ham bog'liq aka. O'tinga ham bog'liq lekin, ha. Quruq o'tin bo'lsa tutamaydi aka. Tutsa kerak, ho'l bo'lsa. Endi ho'l bo'lsa ozgina tutaydi aka, lekin o'tinni ichida solinayotgan o'tiniga ham bog'liq. O'tinga ham bog'liq. Shu akalar, xudo xolasa ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. 30-dekabrgacha 2025 da 30-dekabrgacha ulgurib qoling. Aksiyada shu katta bechkalarimizda aksiya qilingan, lekin mana bu kichkinalar davom etadi bu. Bular doimiy bor aka. Doimiy bor bular. Bular uzluksiz. Kraskasiz o'sha 590 mingdan bor. 590 ming kraska qilinmagani 650 ming kraskaligi, 690 ming kattasi 25 aka. Oldindan to'lov yo'q, bularning shiori shu. Oldindan hech qanaqa to'lov yo'q. Pechkani tovarda qabul qilasiz, ko'rasiz, tekshirasiz, pulni berasiz, bo'ldi. To'g'rimi? Vodiy pechka har uyda issiqlik. 30-dekabr. Pechka olgani shoshilamiz. Pechka olgani shoshilib qo'yinglar, aksiyada ulgurib qo'yinglar akalar. Shu sog' bo'linglar, yana xudo xolasa yangiliklar ustida kutib qolamiz. Xalq xizmatida charchamanglar.